Modalarni istilgan darajasini qancha bo'lish fizik kattalikka bilan qo'shib ko'rganlik asosiy birligi kimda bo'ladi? Kattalar beramiz. Asosiy birligi ya'ni harorat ikki xil shkalasi bor. Kelvin va Selsiy. Xo'p, endi agar bizda kichkina bilan beriladigan bo'lsa, bizda bo'ladi Selsiy birligi bo'ladi. Endi bu ikkalasi o'rtasida bog'liq bormisak, bor. Bitta nima turadi? Agar bizda harorat grafik berilgan bo'lsa, uni kelvinga o'tkazish uchun 273 ni qo'shib Aynı şey aslında. Hayır. Minus tane değil mi? Püylüs kişiler. Gel grafik o'tirmak. Katta kelin shkalasi uchun berilgan grafik Püylüs 200. haroratligiga 170 shkalasi. Navrat bo'lsa, tabiiy bo'lsa, grafik o'tish uchun berilgan kelindagi haroratdan 270 kerak. Aytishimiz kerak. Misol uchun haroratni 23 27 grad Celsius. Bu necha kelvin bo'ladi desa? Taqing 173 bo'ladi. 27 desam 173 yana 300 Hop, biz beryapti. Taqing 450 kelvin. Buni grafik olanaydi. Aytaylik. Kelindagi haroratdan 170 nafa. Buni yana 170 qoladi. 177. Bu demak harorat gaz kelgan kezdan gaz o'tish. Endi bularda o'zgarishi bor, odamlar. O'zgarish odamlar. Gradda beriladigan kelinlarning farqi ko'p bilim bo'ladi. Delta T graddagi harorat o'zgarishi delta T kelindagi harorat o'zgarishiga miqdor jihatdan teng. Nimaga? Qarasak. Dastlab haroratimiz tabiatan 27 gradus Selsiy. Kelindagi harorat oshibdi, 127 gradus Selsiy bo'ldi. Qanchaga ortdi, masalan qanchaga o'zgardi desa, delta T kichkina olganda termometr bo'ladi. 120 dan 20 narsam 100 gradus Selsiyga nima bo'ldi harorat? O'zgardi. Endi xuddi shularni men nima ifoda qilyapti, keling ifoda qilaylik. Tabiramiz. 200 qo'ysa necha bo'ladi? 300 keling. Tekimiz 400. Delta nima bo'ladi yani? 100. 100 keling bo'ladi. Demak, o'zgarishni qilib chiqyapti. Ha. Demak, biz haqiqatan ham delta T harorat o'zgarishi gradusdagi qiymati o'zgarishi, ya'ni delta T kelindagi o'zgarishga teng bo'ladi. Ovodan sizga harorat 27 gradusga o'zgardi desa, nima kelindagi o'zgarishdan bo'ladi. Sal o'zgarishlar farqi yo'q. Bu bizda bo'lgan harorat. Endi shundan keyin bir to'g'ri o'tkazsak bo'laveradi, chunki bizda haroratdan keyin kinetik energiya ili kvadrat tezliklarga bog'lab ketgan shu haroratga bog'langan. Biz tushunib o'tgan narsaki, harorat oshsa, ularda zarralar tezligi oshadi, tezligi oshsa bosim oshadi deydi. Xuddi shu haroratga bog'lab turib biz kvadrat tezliklarni ifodalashimiz kerak. Ideal gaz molekulalarining o'rtacha kvadrat tezlik ifodalari. Ideal gaz molekular o'rtacha kvadratik kvadrat tezlik eng doimiy kvadrat holatga kelganligi uchun shunday keladi. Endi qarang. Birinchi mekanik asosiy elementlarning ifodasi bor-ku. Birinchi formulasi qanaqa edi? 1/3 Shundan so'ng topishim kerak.
Ben topsam bu kishini bu tarafga bo'lish, bo'lsak bo'lchoqlari 3p taqsim m nol bo'ladi. teng 3p taqsim Ilizosdan. 2p m nol yana qoladi. Bitta. Bitta formulasi. Shundan tashkil etaman. M nol nimani beradi? zichilik. Rol beradi, to'g'rimi? Karom nima beradi sizga? M nol beradi. Tak. Hop shunda 3p taqsim ro deb qo'ysam, to'g'ri. Agar masalan ro zichi degani nimaligida masal taqsim Hajm. bu formulani hozir ko'rdik, masalan. 3p taqsim m taqsim v bo'ldi deb ketganda 3p taqsim m degan formula yetdimi? Masalan. Bu bo'ldi. Xo'p, endi bizlarning 1, 2, 3 ifodasi kelib chiqdi. Keyingi formulamiz bor-ku. Haroratga bog'langan borda, nima oliy inglizcha harakat tezligi bor. Va keyingi ifodamiz m v kvadrat, m nol bilan bittasi tushunaylik. M nol v kvadrat taqsim 2 yoki bo'lmasa 3 taqsim katta. 2 taqsim ketadi. keyin olsam, ben olsam qabul qilishadi. Shunda bir ne izosda 3 kartı taqsim m nol. Anladın? 3 kartı taqsim m nol. Bu ham bitta ifoda bo'lib qoldi. Yo'q, qanday? Boltson doimiysi. Endi bizda shunday narsa bor, odamlar. Universal gaz doimiysi bilan keltirgan oldu. Yaxshi ishlagan uchun men oldu. Xo'p. Bizda adashib ketdim. Boltson doimiysi bilan Avogadro soni belgilanishida universal gaz doimiysi beradi. F eng K kara n Avogadro. Bu universal gaz doimiysi. Necha? K 1.38 derecesi minus 23, 6.102 derecesi 23 dereceler ketsa 1.38'de necha betaman? 6.102 betasam F eng 8.131. Bu joule taqsim kelvin karam bo'lib qolamiz. 830 bo'ladi shu. Bu qancha? 8.10 mingdan javob nasib. Tushunasizmi? Xo'p, endi qaranglar, ana m nol deganimiz bor edi. Tashkil soldi. M nol degani malyar taqsim n Avogadro edimi? Esanmi? Xo'p, mana shunga qo'ysam 3 kt taqsim m nolga malyar taqsim n Avogadro. K bilan n Avogadro R deb beradi. 3 rt taqsim malyar qo'ydim. Demak, bitta, ikkita, uchta. Bitta, 5 ta. To'g'ri? 5 ta kvadrat deb ifoda qilgan, mana shu yozdim. Taqsimdan ya shu yetadi, ya, 5 ta. Kechadan maslahat qilganda 5 ta. Chiqib ketasan. Xo'p, zaten birinchisi nima bo'ldi? 3 ta taqsim m bo'ldi. 3 ta taqsim Rolling. taqsim taqsim m. uch uch erta taqsim Hamma zaten 3 erta taqsim malyar. Yes. Mana shu bizda o'rtaliklarimiz bor. Necha bor ekan? 5 ta xolos. Hop, endi bunga masalalarni ko'rish kerak, buni tez yozib qo'yaman.